apparatli protseduralar kosmetologlar ishini oladimi qo'lidan? Mana yengillashtirib beradi deyapsiz-ku misol uchun. Miya ishlamasa, apparatingiz mingta apparat qo'yib ishlating, hech qanaqa rezultat qilib bera olmaysiz. Kim bilan qanaqa ishlashingiz kerakligini siz соображать qilishingiz kerak. O'shandagina natija ko'rasiz. Qimmat apparat oldim, natija zo'r bo'ladi. Yo'q, unaqa degan narsa yo'q. Xo'j, 100 ming dollarga apparat oling, lekin u foyda bermasa, nima kerak bor? Bilim birinchi navbatda. Har bitta kelayotgan patsient hammaning organizmi bir xil emas. Hammada diagnoz bir xil emas. Har bitta kelayotgan patsient bilan individual ishlash kerak. Lecheniya olib borish kerak. Podrad hammaga bir xil protsedura qilish kerak degani emas. Etapma-etap natijaga erishiladi. Ko'p patsientlarim kelganda aytishganda, lazer qildirdim, katta xatoyim ekan, naborot ko'payib ketdi deyshadi. Chunki ko'p joylarda borsangiz, sizga lazer qilaman deyshadi. Uguringizni zo'r ketkazib beradi deyshadi. Lekin ostri periodda yana ham ko'paytirib yuboradi. Menda ham lazerim bor, lekin men ahamiyat bergansiz, biror marta reklama qildimmi? Yo'q. Vaqt kelsa, agar shu ko'rsatma bo'lsa, patsientlarimga qilaman lazer. Lekin podrad hammasi bilan ishlamayman.